Haram malni miras elish. Savol. Assalomu alaykum. Haram mal tepib o'lib ketgan bo'lsa, bu malni varislar miras deb olsa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Haq Taolo aytadi: "Ey iymon etganlar, bir-biringlarning mollarini o'zaro nohaq yo'l bilan yevolmanglar. Faqatla sizlar o'zaro rozi bo'lib qilishgan tijorat buning sirtida." Nisa surasi 29-oyat. Vaqtning o'tishi yoki haq egasining o'lib ketishi bilan harom mal halol bo'lib qolmaydi. Shunga harom mal topgan kishi darhol tavba qilib, malning egasi aniq bo'lsa egasiga qaytarishi, o'lib ketgan bo'lsa varislarga qaytarishi, agar varislar bo'lmasa malni o'z egalariga atab fiqirlarga sadiq shaklida tarqatib berish lozim. Lekin bu malni harom topgan kishi yuqorida qilmay o'lib ketgan ahvolda uni varislar miras qilib elishga bo'lmaydi. Balki uni varislar yuqorida bayon qilingan tariqada bir taraf qilib etadi. Shunda qilgandala o'lgan kishi boshqalarning haqqini yevilish gunohidan tozlanib ketishi mumkin. Agar malning egasi yoki uning varislari aniq bo'lmagan ahvolda harom mal miras qoldirgan kishining varislari sadiqa olsa durust bo'ladigan fiqir kishilar bo'lsa, u malni boshqa fiqirlarga sadiqa qilib yurgicha o'zlari fiqirlik sufati bilan sadiqa deb olsa bo'ladi. Miras deb olsa bo'lmaydi. Imom Navaviy aytadi: kimki biror malni miras elib, uni miras qoldiruvchi haloldan topdimi yoki haromdanmi bilmasa, biror alomat bo'lmasa, barliq olimlarning birdik ijmosi bilan u miras haloldir. Agar uning ichida harom mal bor deb bilib, miqdorini bilolmay shaklanib qolsa, o'zi mo'ljarlab harom miqdorini chiqarib etadi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 135 numurli fatvo.